Hud alayhissalom jo'natilgan. Bani Isroilga Muso alayhissalom jo'natilgan. Xo'p, savol: Shuayb alayhissalom qaysi qavmga jo'natilganlar? Madiyanda bo'lgan o'zi. Madiyan shahri bo'lgan. To'g'ri, Madiyan, ya'ni ikkinchi adı ashabul aykal deydi, daraxt egalari degan. Shu ham Madiyan ahlidan bo'lgan. Ismoil qavmidan. Xo'p, O'zbekiston bilan Qirg'izistonning chegarasi bor. O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi bor. Agar shu O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasida xo'roz tuxum qo'ysa, tuxum O'zbekistonniki bo'ladimi yo Qirg'izistonnikimi? Evet, peki. Xo'roz tuxum tug'maydi. Xo'roz tuxum qo'ygan shu sababdan turganimiz xo'roz tuxum qo'ygan deb javob berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hammamiz taniymiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadislarda eng ko'p yozilgan sahobalardan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu hisoblanadi. Shu Abu Hurayra radhiyallohu anhuning to'liq ismi nima? Yo'q. Qo'l ko'tarib javob beramiz. Yo'q. To'liq. Bukan yarim qo'l ko'tarib javob beramiz. Xo'p, shu aytamiz, to'g'ri javob berdi. Abu Hurayra roziyallohu anhuning o'zi laqabi bilan mashhur, ya'ni mushuk boqqanlar uchun Abu Hurayra mushuklarning otasi deb nom chiqib ketgan, laqabi mashhur. Lekin o'zlarining ismi Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr bo'lib hisoblanadi. Xo'p, keyingi savolimiz janoza Badr g'azoti bo'ladi. Hammamiz bilamiz, g'azotlarda bir qancha g'azotlar bo'lgan. Shularda g'azotlar ichida Badr degan g'azot bo'lgan. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi ham qatnashgan g'azot. Shu Badr g'azotida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir sahoba kelib, "Ey Rasululloh, men ham jihodga qatnashay" deb izn so'raydi, ruxsat so'raydi. Shunga Payg'ambarimiz birinchi safar bo'lmasdan keyin ruxsat beradi, izn beradilar. Shu Badrga borib turib shahid bo'lib ketadi. Va u sahoba Badr jangida qo'yinki islom g'azotlarining ichida eng yosh shahid deb nomlangan sahoba bo'lib hisoblanadi. U sahobani ati to'liq ati kerak. Yo'q. Xo'p, bu akamiz chekada turib hali hozir javob bergan akamiz emasmi? Yo'q, muazzam emas. Xo'p, u ukamiz hozirda yo'q, sizlar mashhur sahobalarni aytmaylar. Bu yerda yosh o'tib ketgan sahobalardan bo'lgan, aqli. Eng yosh o'tgan sahobalardan. Xo'p, yo'q. Yo'q. Ha? Xo'p, Badr g'azotida eng yosh o'tgan sahoba 16 yoshda shahid bo'lib ketgan. U sahobaning ati Umayr ibn Abi Waqqas 16 yoshda shahid bo'lgan. Buni oyatlar javob berdi.
zikr qilingan. Shu tog'larni nechta tog'ni ismi kelgan, ular qaysilar? U tog' birinchi o'rinda. Qo'l ko'tarib javob beramiz. Ya'ni Sulaymon tog'. Akamiz javob bersin. Xo'p, bitta tovushni ko'tarib berasizmi? Uhud tog'i. Yo'q. Xo'p, nima deysiz? Uhud. Ha? Ha? Akamiz javob berolmadi. Bu yerda Sayfulloh yo'qmi? Uhud, Savr. Xo'p, sog'lig'ingiz kattaytiramiz bu savolga. Sog'lig'ingiz